Ne? O'zini o'zi yemetin mollar uchun. Spos, короче. O'shunday variantlar qilasizlar, shunday. Shahana. Qo'yib o'zini o'zi olmaydi shunda. Balon, salon, unday narsalar tashlab bo'lmanglar. Shahana shunday deb ishlaysizlar, как положено. Ham yengil, konkretniy bo'ladi. O'zini o'zi olmaydi shunda mol. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ikkinchisini chiqaryapman, xudo xolasa videoni. Bu mol qattiq shayton mol ekan bu. Mana ikki oyog'ini ochib, mana orqa oyog'i yo'q edi avvalgisida. Orqa oyog'idan netib, emib, ona enkayadi bu. Gimnastikachi mol bu, gimnastika bo'lib ketgan. Bu enkayib, bu yoqqa keladi, bu o'zi bilan emadi oyog'ini ochib. Endi buni emmitini etyapman buni, xudo xolasa. Buni deb ishlab, mana orqasına sanchilatda bu. Bu mendan aqlli bo'lajak bo'ladi-da. Odamzoddan aqlli bo'lolmaydi bu, hayvonga axir. Shu bizdan aqllichilik etacak bo'ladi. Xudo xolasa like'larni bosinglar, gumbillatib trendga chiqarik buni. Bu molni nerede yo'q odamlarga berib like bosamiz, qizlarga bosamiz like'ni. Bu molgadan bosaylik like'ni. Bosinglar, barakat topinglar. Bu jilli molga. Ko'rdinglarmi? He, shunday. Sütü yaxshi buni so'ydirib bering desam bo'lmaydi. O'jaga zakonni yani. Sütü zo'r mol. Trendga chiqarik, bu kashfiyotdan ko'ringlar meni. Ko'rdinglarmi? Konkretni etib pishirdim buni. Xudo xolasa endi o'shim olmaydi bu. Отвечаю 100%. Bu molni shunday etib trendga chiqarik buni. O'tgan safargilarning zakonni bo'libdi, like'lar. Endi bundan bosib, mana ko'ringlarmi? Mana orqa oyog'idan ana shunday bo'lganda bu. Orqa oyog'ini shunday deb uzatdim, xudo xolasa. Endi o'shim olmaydi. Shunday. Hurmatli obunachilar, like'lar bosamiz, like'larni. Qizlardan bosasizlar, molgadan bosik. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindagi aka-ukalar, opa-singillar, hammang yaxshimisizlar? Mana molni 3-chisini chiqaryapman bu syomkasini. Bu molni emib turganini sira videoga olinglar dedi, hech ololmayapman bu. Meni ko'rsa emmay qo'yadi bu. Bu короче, mana 3-chisini ham ishladim mana dugan. Bu mana tiyog'ini o'tirib beribdi. Bir qaptaldan jalli yemadi ekanda, bu azonda ko'rib qoldim-da. Shu endi mana qaptaldan ham ishladim endi, xudo xolasa. Ana endi qornina tireladi mana. Mana tireladi qornina. Mana boshda tiyindan o'tirib yurdi. Endi mana chiroyli etib ishladim bora. Bu mol sotib oldim buni da men. Bu mol egasine o'xshaydi, ne xuya o'xshamaydi u. O'xshaganda emas edi bu. Bu sütü yaxshi-da, buni 10 litrga yaqin süt beradi. Shunga saqlab qo'yman buni. Zakonni mol bo'lmasa-da, konkretniy. Xudo xolasa ko'p odam ya'ni balon qo'yinglar, yana bir balon, salon hamma narsa qo'ydim. Foydasi yo'q. Hamma fint ishlam, oxirida mana fint ishlam, mana fintda olmayapti-da shu. Endi xudo xolasa olmaydi chiqar deb o'ylayman endi. Bu oxirgi fint mana. Mana 3-chisi mana. Yana shu. O'shim yan tashmaydi endi xudo xolasa. Mana ulardan yaqinlar mana buklanadi-da bu. Yomon jonli buklanadi. Gimnastika bo'lib ketganmi? Konkretniy bu. Qizlar gimnastika deymiz, gimnastika qizlardan ham o'tiradi. Shu molga gumbillat bir like'lar bosib berik, xudo xolasa, trendga chiqarik buni. Qizlar, bolalar bosamiz. Steametin, o'zini o'zi yemetin jilli bu. Biz yana TikTokka kirolmasak yurolmaymiz bu. Bu steammasa yurolmaydi-da. O'zini o'zi yemmasa yurolmaydi. Yani o'jaga zakonni. Hamma kommentariylarni o'qidim. Kommentariyalar zakonni. Ya mezi bo'ladi deydi. Mezi yo'q buni. Zakonni mol. Mana. Haqiqatda. O'zi zo'r mol biroq. Shumda biroq, uchidan chiqqan shum bu. Ko'zi bilan ta'siraytirib, qarab turadi, anglayib turadi. Короче, like'lar bosamiz, trendga chiqaramiz. Rahmat like'lar uchun, hammasi uchun. Bosverik.